Xo'p, davlat stipendiyalari. Bugungi vebinarimiz shu O'zbekistondagi eng nufuzli stipendiyalarni qanday yutish sirlari haqida to'liq gaplashamiz. Davlat stipendiyalari bular: Prezident stipendiyasi, Navoiy nomli davlat stipendiyasi, Ibn Sino, Beruniy, Mirzo Ulug'bek. Bu stipendiyalar nomi ko'p va universitetlarga qarab farq qiladi. Bugun asosan biz Navoiy stipendiyasi haqida, Prezident stipendiyasi haqida, Registon va Feinberg stipendiyalari haqida gaplashamiz. Bu stipendiyalarni yutishda sizlarga qo'shimcha yutuqlar, sertifikatlar qanaqa rol o'ynashi, ularni qanday qo'lga kiritish kerakligi haqida ma'lumotlar beramiz. Spikerlarimiz birinchi navbatda men o'zim, Mardon Shavkatjonov, ikkinchi spikerimiz Maftuna Abdurasulova. Ular vebinarimizni ikkinchi qismini olib boradilar. Asosan maqola va tezislarni qanday yozish, qayerlarda chop etish bo'yicha umumiy ma'lumotlarni berib o'tadilar. Xo'p, unda boshladik. Men har doim o'zimni tanishtirishdan boshlashni yaxshi ko'raman. Shuning uchun o'tgan vebinarimizda kimdir qatnashgan bo'lsa, bu ma'lumotlarni ko'rgandir, lekin bu vebinarimizda qatnashayotganlar uchun bu birinchi marta ko'rsatilayotgan ma'lumotlar. O'zimni tanishtirib o'tsam, hozirgi kunda Italiyaning Sapienza universitetida magistratura talabasiman. Sapienza universiteti dunyodagi top universitetlardan biri va QS reytingida 122-o'rinda turadi. Undan oldingi o'qishlarim bu Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida bakalavr bosqichini imtiyozli diplom bilan yakunlaganman va keyinchalik Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida magistratura bosqichini ham yakunlaganman. Demak, bu hozir ikkinchi magistraturamni Italiyada davom ettiryapman. Yutuqlarimga keladigan bo'lsak, hozirgacha Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi va umummilliy Registon stipendiyasini qo'lga kiritganman, hamda Mardo'g'lon davlat mukofotini respublika bosqichida ishtirok etganman. Qo'shimcha xalqaro tajribalarim bular: 15 dan ortiq xalqaro olimpiada, forum, sammit va dasturlarda to'liq grant asosida ishtirok etganman. Turli xildagi shaharlarda to'liq grant asosida bo'lib, dasturlarda qatnashib, ekskursiyalarda qatnashganman. Ilmiy faoliyatim bular: 30 dan ortiq xalqaro jurnallarda chop etilgan ilmiy maqola va tezislar muallifiman. Bu ilmiy faoliyat davlat stipendiyalarini qo'lga kiritishda juda muhim rol o'ynaydi. Bu haqida batafsil gaplashamiz. Va yana yutuqlarimdan biri bu sport yutuqlarim hisoblanadi. Kurash bo'yicha ko'plab viloyat respublika bosqichi musobaqalari g'olibi va sovrindoriman. Sport ustasi unvoni sohibiman. Xo'p, stipendiyalarga o'tsak, birinchi navbatda Registon stipendiyasi haqida gaplashamiz. Registon stipendiyasi. Bu stipendiya menimcha ko'pchilikka ma'lum, juda mashhur. Buni asosan O'zbekistondagi Registon o'quv markazi asoschilari tashkil qiladi. Hozirgi kunda Registonning o'quv markazlari, maktablari va bog'chalari juda ko'p, O'zbekistonda juda mashhur. Bu stipendiyani men 2023-yilda qo'lga kiritganman. Bu Registon stipendiyasi respublika miqyosida iqtidorli talabalarga ta'sis etilgan tanlov. Ya'ni bakalavr bosqichida o'qiyotgan talabalar ishtirok eta oladi. Aynan men qo'lga kiritgan yili 82 mingdan ortiq bakalavr talabalari ro'yxatdan o'tgan bu stipendiyani qo'lga kiritish uchun va atigi 50 ta ishtirokchi bu stipendiyani qo'lga kiritgan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin Registon stipendiyasini guvohnomasi, ya'ni sertifikati ushbu tanlovda g'olib bo'lganligi uchun. Bu guvohnoma bizga nima beradi? Bu guvohnomani olgandan keyin bizga ma'lum miqdorda moliyaviy mablag' berilgan va qo'shimchasiga ushbu guvohnoma orqali biz O'zbekistonda joylashgan Registon o'quv markazlari, maktablari, bog'chalarida hech qanaqa suhbatsiz borib, ishga kirib, o'qituvchilik bilan shug'ullansak bo'ladi. Shunaqa imtiyozi bor. Tanlov jarayoni va mezonlari qanaqa kechgan Registon stipendiyasida? Registon stipendiyasi 3 bosqichli bo'lgan. Birinchi bosqichda ingliz tilining turli darajalariga oid 50 ta test savoli tuzilgan bo'lgan va biz o'sha 50 ta testni ishlaganmiz. 50 ta test ichida beginner darajasi, elementary, pre-intermediate, intermediate, advanced darajalariga oid testlar bo'lgan va ushbu bosqichdan, ya'ni test bosqichidan o'tganlar ikkinchi bosqichda yozma imtihon topshirgan, ya'ni motivatsion xat. Motivatsion xat har doim ishlatiladi. Demak, o'z ustida ishlaydigan, stipendiyalarni qo'lga kiritishni xohlaydigan inson o'zi bu motivatsion xat yozishni bilishi kerak. Motivatsion xat qanday yoziladi? Biz qanaqa yozganmiz Registon stipendiyasi uchun? Ingliz tilida yozilgan va ushbu motivatsion xatda biz nimaga ushbu stipendiyaga topshiryapmiz? Nima uchun? Qanaqa yutuqlarimiz bor? Kelajakda maqsadlarimiz qanaqa? Nimalarga erishmoqchimiz? Shular haqida batafsil yozib berganmiz. Va Registon stipendiyasining 3-bosqichida hujjat topshirish jarayoni bo'lgan, ya'ni yozma ishdan o'tganlar o'zlarining hujjatlarini yuklagan. Qanaqa hujjatlar desak, bu hujjatlarning ichiga
universitet transkripti, ya'ni baholaringiz qancha yaxshi bo'lsa, shuncha yutish ehtimolingiz yuqori bo'lgan. Undan tashqari tavsiyanoma, CV, o'zingizni mana yutuqlaringiz, ya'ni diplom, faxriyorlik, maqtovyorlik sertifikatlaringizni hammasini elektron holatda biz ularni ofitsialniy saytiga joylaganmiz va bu ma'lum muddat davomida ko'rib chiqilgan va 50 ta g'olib aniqlangan. Ushbu stipendiyaga topshirish uchun sizda IELTS dan minimum 6 darajasi bo'lishi kerak yoki SAFER dan B2 darajasi bo'lishi kerak. Bu yerda taqdirlash marosimini ko'rishingiz mumkin. Taqdirlash marosimi Samarqand shahrida bo'lib o'tgan. Xo'p, keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, endi Navoiy stipendiyasi haqida gaplashamiz. Navoiy nomli davlat stipendiyasi. Bu O'zbekistonda bakalavriat bosqichidagi 3-4 kurs talabalari uchun mo'ljallangan nomdor stipendiya hisoblanadi. Bu degani siz aynan 3-kursdan boshlab harakatni boshlayman deb o'ylamang. 1-kursdanoq harakatni boshlashingiz kerak, ya'ni o'z portfoliongizni, o'zingizni yutuqlaringizni yig'ib borishingiz kerak, lekin taqdirlash ya'ni 3-4-kursda bo'ladi. Mezonlarga keladigan bo'lsak, ushbu stipendiyani qo'lga kiritish uchun siz a'lo baholarga o'qishingiz kerak, ilmiy ijodiy ishlarda faol bo'lishingiz kerak va kamida bitta xorijiy tilni bilishingiz kerak. Asosan bu ingliz tili. Navoiy stipendiyasini miqdoriga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda 2025-yil statistikasiga ko'ra 1.607.000 so'm atrofida hisoblanadi. Demak, agar siz Navoiy stipendiyasini 3-kursda qo'lga kiritsangiz, siz ushbu 1.600.000 ni 12 oy davomida olasiz. Ya'ni to'liq 12 oy, har oy 1.600.000 dan. Agar 4-kursda qo'lga kiritsangiz, 10 oy davomida ushbu stipendiyani olasiz. Bu yerda guvohnomani ko'rishingiz mumkin. Guvohnoma rasmiy vazirning birinchi o'rinbosari tomonidan imzolangan. Bu guvohnoma bizga nima beradi? Ushbu guvohnomani qo'lga kiritsangiz, siz O'zbekistondagi har qanday universitetning magistratura bosqichiga to'liq grant asosida qabul qilinasiz. Ya'ni bilamiz, hozirgi kunda O'zbekistonda magistraturaga kirish uchun sizdan IELTS sertifikati so'rashadi. IELTS sertifikat bo'lmasa ham sizda shu guvohnoma bilan bemalol magistraturaga o'qishga hech qanaqa imtihonlarsiz kirishingiz mumkin. Masalan, o'zimni misolimda aytadigan bo'lsam, men bu ushbu guvohnomani qo'lga kiritganimdan keyin magistraturaga Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetiga topshirganman, tashqi iqtisodiy faoliyat rus guruhiga, lekin aynan men topshirgan yo'nalishda rus guruhi uchun hech qanaqa grant ajratilmagan. Ya'ni 20 ta kontrakt qabul qilgan. Lekin men aynan ushbu guvohnoma egasi bo'lganligim uchun ushbu guvohnoma menga to'g'ridan to'g'ri kvotasiz davlat granti asosida o'qishni ta'minlagan va o'z diplomimni qo'lga kiritganman magistraturani bitirib. Tanlov jarayoni va mezonlariga kelsak, xo'p, Navoiy stipendiyasini yutish uchun siz nima qilishingiz kerak? Birinchi bosqich bu o'zingizni universitetingizda tegishli o'zi kengash bo'lim bo'ladi. Bu iqtidorli talabalar bo'limi yoki boshqa nom bo'lishi mumkin. Ushbu komissiyaga o'zingizni hujjatlaringizni topshirasiz. Fayl papkaga barcha hujjatlar nima kerak bo'lsa, ular e'lon beradi ushbu bo'lim va o'sha hujjatlarni yiqqan holda fayl papkada berasiz. Ikkinchi bosqich, ular sizlarni birinchi hujjatlaringizni ko'rib chiqqandan keyin tanlangan nomzodlar test sinoviga chaqiriladi. Test tanlov mezonlari asosida test topshiriladi. Ya'ni 3 ta fandan test bo'ladi. Hozir fanlar haqida batafsil gaplashamiz. Ushbu testdan muvaffaqiyatli o'tganlar suhbat bosqichiga o'tiladi. Bu bosqichda sizning ilmiy yoki ijodiy faoliyatingiz, portfoliongiz, motivatsiyangiz haqida savollar bo'ladi. Ushbu suhbatni asosan universitetning professorlari, dekan, rektor, kafedra boshliqlari ushbu suhbatda bo'lishadi va sizga turli xildagi savollar berishadi stipendiyaga oid. Va ushbu suhbatdan o'tganingizdan keyin aynan tanlangan talabalar hujjatlari respublikaga yuboriladi. Ya'ni ularni o'zlarining elektron sahifalari bor. O'sha sahifaga sizning hujjatlaringiz to'liq yuklanadi va ma'lum muddatdan keyin ko'rib chiqilgan hujjatlardan keyin siz stipendiyant bo'ldingizmi yo bo'lmadingizmi aniq bo'ladi. Bu asosan noyabr va dekabr oylarida ushbu natijalar hammaga ma'lum bo'ladi. Bu yerda taqdirlash marosimi surati. Bu Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti stipendiyatlarining taqdirlash marosimidan lavha. Xo'sh, endi e'londa aytib o'tganimizdek, real tajribalar haqida ham gaplashamiz dedik vebinarda. Men o'zimni tajribam bilan bo'lishsam, Navoiy nomli davlat stipendiyasiga topshirganimda mendagi hujjatlar qanaqa bo'lgan, qanaqa hujjatlar topshirganman. O'zi Navoiy stipendiyasi, shunaqa davlat stipendiyalarini yutish uchun prezident stipendiyasidan tashqari
sizda minimum 4.75 GPA bo'lishi kerak. Bu o'rtacha baholaringiz. O'sha payt meni GPA bahoyim 4.85 bo'lgan. Ya'ni to'liq ushbu stipendiyasiga topshira oladigan darajada edim. Undan tashqari eng muhim narsalardan bu sizni ilmiy ishlaringiz. O'sha muddatda meni ilmiy ishlarim 10 ta maqola va 10 ta tezis mavjud edi. Lekin bu stipendiyasiga topshirish uchun sizda minimum 2 ta maqola, 2 ta tezis bo'lishi kerak. Qancha ko'p bo'lsa, bu sizga shuncha plus, ya'ni yutish ehtimolingiz shuncha oshaveradi. Lekin maslahat bermayman, songa ishlashni, iloji boricha sifatga ishlash yaxshiroq va o'zingizni kelajagingiz uchun ham foydaliroq. Akademik yutuqlarimga keladigan bo'lsam, aynan o'sha payt 30 dan ortiq sertifikat va diplomlarim mavjud bo'lgan. Bu qanaqa sertifikat desak, universitetda bo'lib o'tgan turli xil tanlovlar, olimpiadalar yoki onlayn olimpiadalar, barcha o'sha tanlovlarda qo'lga kiritgan sertifikatlarimni yiqqani 30 dan ortiq bo'lgan. Qo'shimchasiga menda yana bir ustunlik tomoni sport yutuqlarim ham mavjud bo'lgan. Bu ham ancha sizga yutish ehtimolini oshiradi. O'zimni 20 dan ortiq diplomlarimni, viloyat, respublika bosqichlarida olgan faxrli o'rinlarni olgan diplomlarimni joylaganman. Lekin yana bir narsa, odatda davlat stipendiyalariga, davlat mukofotlariga topshirishda so'nggi 3 yildagi yutuqlaringizni topshirishingiz kerak. Ya'ni siz 10 yoshingiz, 12 yoshingizdagi diplomlarni ko'tarib kelish shart emas. Oxirgi 3 yil, masalan, men 2023-yilda ushbu stipendiyani qo'lga kiritgan bo'lsam, eng minimum 2020-yildagi hujjatlarimni olganman. Ya'ni 2019-2018dagi hujjatlarimni kirgizmaganman. Keyingi hujjatlar tavsiyanoma. Tavsiyanomani siz kafedra rahbaridan, dekandan, rektordan, ilmiy rahbaringizdan shular olishingiz mumkin. Asosan ikkita so'raladi. Undan tashqari ilmiy ishlar ro'yxati va annotatsiyalari. Bu nima degani? Ilmiy ishlar deganda biz tushundik, ya'ni maqola va tezislaringiz, ya'ni qo'shimchasiga kitob yozgan bo'lishingiz mumkin, farqi yo'q. Ilmiy ishlar ro'yxati deganda o'zini formati bo'ladi. O'sha formatda ilmiy maqolangizning nomi, chiqarilgan jurnalning nomi, sanasi va rasmiy veb sahifasi. Shu tarzda hamma maqolalaringizni nomi kirgiziladi. Undan tashqari fikr mulohaza, buni ilmiy rahbaringizdan olasiz. Sizga nisbatan u shu stipendiyaga loyiqmisiz, o'z fikr mulohazalarini yozma tarzda namoyon etadi. Obyektivga barchamizga ma'lum bo'lsa kerak, buni hamma biladi. Obyektivga o'zingizning ma'lumotlaringiz, oila a'zolaringiz ma'lumoti. Undan tashqari taqriz. Taqriz nima degani desa, bu siz ilmiy rahbaringizdan olasiz. Ilmiy rahbaringiz sizni yozgan maqolalaringiz va tezislaringizga o'z fikrlarini ushbu taqrizda bayon etadi. Ya'ni maqolada nimalarga e'tibor berilgan, nimalarga yechim berilgan, shu narsalar. Va qo'shimchasiga reyting daftarchangiz, bu ham muhim narsalardan biri. Ya'ni o'rtacha baholaringiz, buni dekanatdan bemalol olsangiz bo'ladi. Xo'p. Keyin aytib o'tdim, test bosqichi va suhbat bosqichi bo'lib o'tadi. Test bosqichi davlat stipendiyalariga topshirishda test bosqichida 3 ta fandan asosan test topshiriladi. Bular informatika va axborot texnologiyalari, O'zbekiston tarixi va xorijiy til, ingliz tili. Asosan 25 tadan test bo'ladi. Ushbu testdan muvaffaqiyatli o'tganingizdan keyin siz suhbat bosqichiga o'tasiz. Suhbat bosqichida turli xil savollar berishadi. Asosan shablonga solingan savollar yo'q. Chunki komissiya a'zolari sizni gapirishingizga, sizni yutuqlaringizga qarab savollar berishadi. Bu savollar o'zgarishi mumkin. Hammada har xil. Shuning uchun aynan shunaqa savol tushdi deb sizga biron kim aytsa, o'sha savolga javob yodlab olishni maslahat bermayman. Lekin mana umumiy turdagi savollar bo'lishi mumkin. Buni o'zingiz yo'lda yurganingizda, ko'chada yurganingizda o'ylab yurishingiz mumkin. Ushbu savollarga javoblarni o'z tajribangizdan kelib chiqib. Masalan, nega aynan Navoiy nomli davlat stipendiyasiga ariza topshirdingiz? Sababi nima? Nimaga o'zi ariza topshirmoqchiman? Sizning ilmiy yoki ijodiy faoliyatingizdagi eng katta yutuq qaysi va nima uchun? Stipendiyani olgach, o'z oldingizga nima maqsad qo'ydingiz? Ya'ni nimalar qilmoqchisiz ushbu stipendiyani yutgandan keyin? Sizningcha stipendiyaning eng katta qiymati nimada? Faqat moddiy jihatdan ushbu stipendiyaga topshiryapsizmi yo boshqami? Yoki yana qo'shimchasiga tayyorlanish jarayonida duch kelgan eng katta qiyinchilik nima edi va uni qanday yengdingiz? Bunaqa savollar ham tushishi mumkin. Shunga doim
Shunaqa narsalar haqida fikrlab yuring, nimaga topshiryapman, oldingizda aniq maqsad bo'lsin, kelajagingizda nima qilmoqchisiz, ushbu stipendiyani yutgandan keyin nima qilmoqchisiz, shular haqida umumiy ma'lumot bo'lsin va qo'shimchasiga o'zingizga yozgan ilmiy ishlar, maqola va tezislar nima haqidaligi haqida, umumiy ma'nosi nima, nimalarga yechim bergansiz, shu narsalarga ham e'tiborli bo'lishingiz kerak. Xo'p. Keyin endi yana bir asosiy qismi yutuqlar stipendiya olishda qanday rol o'ynaydi. Aytib o'tdim, maqola va tezis juda muhim deb. Lekin mana sizning qo'shimcha yutuqlaringiz ham juda katta rol o'ynaydi. Bu sizga nima beradi? Ya'ni komissiya a'zolari sizning yutuqlaringizni ko'rganda tushunadi. Demak, bu talabamiz o'z ustida ishlaydigan, doimiy harakatda, kelajakda nimadirga erisha oladigan, kelajakda yurtimiz sha'nini dunyolarga tanita oladigan aynan shunaqa kandidat ularga kerak. Shuning uchun yutuqlaringiz har doim bo'lishi kerak. Masalan, bu yerda meni qisqacha yutuqlarimni ko'rishingiz mumkin. Turli xil davlatlarda olingan, O'zbekistonda ham olingan, sport sohasida ham bor, fan sohasida ham bor. Shuning uchun bir narsani maslahat beraman. Masalan, siz bakalavrda o'qiysiz, birinchi kursmisiz, ikkinchi kursmisiz, universitetingizda bo'lib o'tayotgan yoki respublika doirasida bo'lib o'tayotgan har qanday tanlovda ishtirok etishingizni maslahat beraman. Xoh u tanlovda siz o'sha soha bo'yicha kuchlimisiz, kuchsiz emasmisiz, lekin baribir o'zingizni sinab ko'rishingiz kerak. Birinchi marta o'xshamas, ikkinchi marta o'xshamas, lekin baribir keyinchalik o'xshaydi. Agar har doim o'zingizga qulay vaqtni kutib o'tiraversangiz, menimcha juda kam bunaqa yutuqlarga erishasiz. Shuning uchun o'zingizni sinab ko'rib, tajriba orttirish kerak. Yana muhim maslahatlardan biri bu komissiyaga sizga qanaqa ko'rsatadi shunaqa yutuqlaringiz. Stipendiya tanlovlari ko'pincha akademik a'lo natijalar, ilmiy ijodiy faoliyat va qo'shimcha yutuqlarni talab qiladi. Mana ushbu maqola tezislar, xalqaro forumlarda qatnashish, bular sizni portfoliongizni boyitadi. Ya'ni o'sha hujjatlaringiz ko'paygan, sizni fayl papkangiz to'ladi, katta ko'rinadi, nimadir yutuqqa erishganingiz ko'rinib turadi. Ya'ni qo'shimchasiga bu yutuqlar sizni raqobatdan ajrab turish imkonini beradi. Tanlov komissiyalari faqat bahosi yaxshi bilan cheklanmay, faollik va izlanishni ham qadrlaydi. Masalan, kimdir bilan bahoyingiz teng, raqobatchingiz bilan, lekin sizni mana yutuqlaringiz ko'proq, shuning uchun sizni tanlashadi. Qo'shimchasiga bu yutuqlar sizni motivatsiyangizni, maqsadingizni va tanlovga bo'lgan tayyorgarligingizni ko'rsatadi. Bu suhbat bosqichida salmoqli afzallik hisoblanadi. Shu bilan birga yutuqlar siz uchun foydali tarmoq, networking, tavsiyanoma va qo'shimcha imkoniyatlarni ochadi. Bu ham stipendiya jarayonida qiymatga ega. Demak, har bir sizni sertifikatingiz, har bir diplomingiz juda katta qiymatga ega. Qo'shimchasiga menga juda ko'p yozishadi. Ya'ni nima deb? Topshiraman, lekin menda qo'shimcha yutuqlarim unaqa ko'p emas. Bitta, ikkita diplom, sertifikatlarim bor. Shu yetadimi, qanday qilib ko'paytirsam bo'ladi degan savollar ko'p bo'ladi. Shuning uchun bu yerda qo'shimcha onlayn kurslar va sertifikat olish imkoniyati bo'lgan saytlarni berganman. Bu haqida batafsil kanalda ham yozaman, lekin ko'rib olishingiz kerak. Bu sertifikatlarni ham o'zidan o'zi olmaysiz. Ma'lum bir o'zini kursi bor. O'zingizga qiziq bo'lgan kursni tanlaysiz. Bu ingliz tili bo'ladimi? Masalan, boshqa IT sohasi bo'ladimi? Public speaking bo'yicha bo'ladimi? Ushbu kurslarni o'qib, bemalol xalqaro darajadagi sertifikat olishingiz mumkin. U xalqaro darajada bo'ladi. Sizni ma'lum bir muddatda, bir haftami, 2 haftami, 1 oyda ushbu kursni o'qib tugatganligingiz haqida beradi. Bu siz nimani anglatadi bu sertifikatlar? Bu rostdan ham siz o'z ustingizda ishlaganingiz va qo'shimcha sertifikatlar olishga harakat qilganingizni ko'rsatadi. Bu tabiiyki davlat stipendiyalarini tutishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan meni qisqa taqdimotim yakunlandi. Endi navbatda Maftunaga bersak, Maftuna sizlarga bonus tariqasida maqola va tezislar yozishlar bo'yicha ma'lumotlarni berib o'tadi. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Avvalambor o'zimni tanishtirsam, Maftuna Abdurasulova bakalavr bosqichini O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti tugatib, hozirda magistratura bosqichida Buxoro davlat universitetida lingvistika yo'nalishida o'qib kelyapman. E'londa ko'rgan bo'lsangiz kerak, men Navoiy, Alisher Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat stipendiyasi va Aleksandr Feinberg nomidagi maxsus stipendiyalarni qo'lga kiritganman va bugun sizlarga aynan Prezident stipendiyasi, Aleksandr Feinberg nomidagi maxsus stipendiya va bundan tashqari maxsus stipendiyalar bor va eng asosiy maqola yozish bo'yicha o'zimni bilganlarim va tajribalarimdan ulashmoqchiman. O'z stipendiyalar haqida
Martonbek hammasini aytib bo'ldilar deyarli. Ba'zi qo'shimchalarim bor, aytib o'taman. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining davlat stipendiyasi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu har bir o'quv yili davomida har bir oliy ta'lim muassasasida faqatgina bir nafar talabaga beriladi xolos va u aynan bitiruvchi kurs talabasi bo'lishi kerak va u ham bir o'quv yili davomida sizga stipendiya to'lab boriladi. Boshqa nomli davlat stipendiyalar, masalan, Alisher Navoiy, Bobur, Mirzo Ulug'bek stipendiyalaridan farqli ravishda ularga ko'proq kvota ajratiladi. Masalan, pedagogika yo'nalishida o'qiydiganlarga Alisher Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi beriladi va u har bir universitetga qariyb 10 ta berilishi mumkin. Masalan, jahon tillariga har yili 10-11 ta atrofida beriladi. Prezident stipendiyasi keladigan bo'lsak, har yili bir marotaba beriladi bakalavr bosqichdagi talabalar uchun. Xo'p, bunga ham yuqorida aytib o'tganlaridek deyarli bir xil hujjatlar tayyorlanishi kerak, ya'ni akademik ma'lumotnoma, ya'ni transkript. Bu o'zi saytda avtomatik ravishda sizga ko'rinib turgan bo'ladi, chunki siz topshiradigan platforma bor, stipendiya.edu.uz. Bu platforma sizning Hemis tizimingizga ulangan bo'ladi va integratsiya natijasida MyEdu stipendiya.edu.uz saytida sizning olgan barcha baholaringiz ko'rinib turgan bo'ladi va shuning uchun siz yangilangan tizim bo'yicha transkriptni yuklashingiz juda ham shart emas. Undan keyin dekanat va kafedra tavsiyanomasi, ilmiy ijodiy rahbar tavsiyanomasi, ilmiy ishlar ro'yxati va mana bu tillar kafedrasi, tarix kafedrasi suhbat natijalari haqidagi ma'lumotlarni esa siz emas, balki siz uchun mas'ul insonlar, ya'ni iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatlari bilan ishlash bo'limidagi mas'ullar joylashadi sizning o'rningizga. Xo'p, yana kerakli hujjatlar bu sizning mana bular sizning kimligingiz, ya'ni qayerda o'qishingiz va nimaga topshirayotganingiz, umuman olganda sizning faolligingizni tasdiqlab beradigan va o'qiyotganligingizni tasdiqlab beradigan hujjatlar. Lekin mana bu qismi esa sizning stipendiya sovrindori bo'lish yoki bo'lmasligingizni haqiqatdan ham aniqlab beradigan hujjatlar hisoblanadi. Sizda yuqori ball olish uchun hozir baholash kriteriyalarini ham ko'rib o'tamiz. Yuqori ball olish uchun mana shu hujjatlaringiz juda ham asosiy, ya'ni davlat mukofoti sovrindori bo'lganingiz yoki xalqaro respublika fan olimpiadalarida g'olibligi, patent, ixtirolar, ijodiy ishlar va bakalavr ta'lim yo'nalishiga mos bo'lgan yutuqlar va chet tili sertifikati. Keling, amaliy ravishda o'sha stipendiyadagi baholash tizimlarini bir ko'rib chiqsak. Mana bu ilmiy tadqiqot ishlariga sizga 40 ballgacha beriladi va mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, ikkita qismga ajratilgan. Ya'ni mana birinchi qismda 30 ballgacha va bu yerda 10 ballgacha. Birinchi qismda nega? Bu yerda sizning eng asosiy ikkita ilmiy ishingizni o'zingiz tanlab qo'yishingiz kerak. Deylik, sizda 50 ta maqola yo 50 ta tezis bilan maqola, monografiya, o'quv uslubi qo'llanmalar bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha eng yuqori darajali jurnallarda chiqarilgan maqolalaringiz, masalan, OVAK bazalarida yoki Scopus bazalarida bo'lsa, o'shalarni aynan shu qismga qo'yishingiz kerak, chunki bularning har biriga 15 balldan beriladi. E'tibor bering, bu holat juda ham ko'p takrorlanadi. Ya'ni agar siz aynan mana shu qismga qo'ygan ilmiy maqolangizni ham mualliflikda yozgan bo'lsangiz, u ilmiy rahbaringiz bilan birgalikda yozilgan bo'lsa ham, sizga 15 ball emas, balki shuning yarmi beriladi, ya'ni 7 ball beriladi. Endi tasavvur qiling, siz necha yillar davomida aynan shu stipendiya uchun hujjat tayyorlagansiz va bittagina ham mualliflikdagi maqolangizni shu yerga joylab qo'yganingiz uchun sizning shuncha qilgan mehnatingiz goodbye deb siz bilan xayrlashib ketishi mumkin. Shuning uchun bunga juda ham e'tiborli bo'ling. Qolgan ilmiy tadqiqot ishlariga esa 10 ballgacha beriladi. Bitta life hack, bitta sirni aytib ketsam to'g'rirog'i. Yaqin 2 yildan oldin, ya'ni 2022-2023 yillardagi qabullarda sizning maqolalar soningiz asosiy hisoblanadi. Masalan, deylik, menda 20 ta maqola bor, imom bilan topshirayotgan boshqa odamda 30 ta maqola bor. Bu aniq va ravshan ediki, narigi mana opponentim qarshi tomon yutadi. Maqolalar soniga ko'ra baholanardi.
Lekin hozir tizim juda ham takomillashgan, u yerda juda ham malakali odamlar o'tirib sizni maqolalaringizni ko'rib chiqishadi. Oldin o'ylardik bizni 50 ta maqolamiz bor, 60 ta maqolamiz bor, kim uni bitta-bitta ko'rib chiqadi deb. No. Men 2024-yilda Navoiyga topshirganda xuddi shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni kimning maqolasi ko'p bo'lsa o'sha olardi. Uni natijalar tasdiqlanmasdanoq biz bilardik. Ana ro'yxatda borlarning maqolasini soniga qarab biz bilib olardik. Allaqachon kim olishini. Lekin prezident stipendiyasiga topshirganda 2024-2025-yildagi qabulda unaqa bo'lmadi. Masalan, bitta talabada 40 ta maqolasi bor edi, u yutolmadi va uni o'rniga 30 ta maqola yoki 20 ta maqola yuklagan talabalar yutib ketdi. Nimaga? Chunki ana shu qismda juda ham katta ahamiyatga berishmagan. Ya'ni o'sha yutolmagan talaba mana shu qismda, ya'ni 30 ballgacha oladigan qismda ham mualliflikdagi va ilmiy rahbari bilan yozgan maqolasini yuklagan va unda ballari teng yarmiga bo'linadi. Shunga e'tiborli bo'ling va ilmiy ishlaringizni ham eng sifatlilarini yuklang. Sizda 100 ta ilmiy ish bo'lib turib, oxirida hammasi anaqa noqonuniy bo'lgan yoki asl bo'lmagan fake jurnallarda chiqarilgan bo'lsa, ular ham sizga hisobga olinmaydi. Xo'p, keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, bu erishgan yutuqlar. Yuqorida bu haqda Mardonbek hammasini aytib o'tdilar. Bunga to'xtalishimiz uncha shart emas. Keyin til bilish sertifikati. Bunga e'tiborli bo'ling. Til bilish sertifikati sizga 10 ballgacha beradi va bu yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa, agar sizning ta'lim tilingiz ingliz tili bo'ladigan bo'lsa, sizning ingliz tilidagi C2 sertifikatingiz ham, o'sha IELTS 9 sertifikatingiz ham 1 ball ham olmaydi. Masalan, jahon tillarida yoki shu xorijiy til va adabiyoti, ingliz tili, filologiya yo'nalishlarida o'qiydigan talabalarni sertifikati IELTS bo'lib, u 9, 10 bo'lsa ham ularga 1 ball ham qo'yilmaydi. Uni o'rniga siz boshqa chet tilida, masalan, turk tili deylik yoki MDH davlatlarining davlat tili bo'lmagan tillardan B1 darajadan past bo'lmagan holatlarda B2, C1 and C2 darajadagi sertifikatlarni olishingiz kerak. U sizga B2 daraja uchun adashmasam 7 ball, C1 va C2 uchun 10 ballgacha sizga ball beriladi. Xo'p, keyingi qism prezident stipendiyasida siz universitetdagi ichki imtihonlardan tashqari bilim va malakalarni baholash agentligiga borib, O'zbekiston tarixi, axborot texnologiyalari va xorijiy tillar bo'yicha test sinovlari topshirasiz. U yerda testlarning darajasi o'rta darajada bo'ladi. Aynan axborot texnologiyalari fanlaridan va O'zbekiston tarixi fanlaridan siz universitetga kirganingizdan keyin birinchi yo ikkinchi kurslarda nomutaxassis bo'lmagan fan sifatida o'tiladigan fanlar yoki maktab darsliklarining 7 va 11 sinfgacha bo'lgan darsliklar hamda yangi O'zbekiston tarixining O'zbekiston tarixi qismidan faqatgina o'tishadi. O'zbekiston tarixida axborot texnologiyalarida bo'lsa, o'sha hammamiz biladigan kompyuter dasturlari yoki sanoq sistemalarimi degan narsa bo'lardi. Kilik sanoq, shunaqa narsalar bo'lardi. Axborot texnologiyalar shunaqa savollar tushgan. Chet tili faniga, mana xorijiy tillarga o'tadigan bo'lsak, u yerda sizning yozish, o'qish va grammatika. Ya'ni sizga gap beradi, grammatik xatosini top yoki sizga reading beradi, o'sha test reading bo'yicha anaqalarni bajar, o'qish bo'yicha berilgan mashqlarni bajar. True false sentence bo'lishi mumkin u yerda, keyin yoki sentence completion, gaplarni to'ldirish degan joylar bo'lishi mumkin. Shunaqa vazifalarni bajarasiz hamda lug'atidan ham savol beradi. Masalan, bitta so'z deylik, competition so'zini qo'yib turib birga birinchi savoliga bu yerda tarjimasini top degan narsalar bo'lishi mumkin. Aynan mana shunga 30 ballgacha beriladi. Prezident stipendiyasi uchun shular juda ham qiyin emas, harakat qilishingiz kerak. Qiyin, lekin juda ham qiyin emas. O'qisiz olasiz. Prezident stipendiyasini anaqa Navoiy va boshqa stipendiyalardan farqli ravishda bu sizga narigi stipendiyalardan ko'ra adashmasam 1 million ortiqcharoq to'laydi, 1 million ko'proq to'laydi bir o'quv yili davomida va yana bitta buni plusi, siz nomli davlat stipendiyalari, mana Alisher Navoiy kabi stipendiyalarni olsangiz, Islom Karimov stipendiyasi bor, bularni olsangiz, bakalavrni tugatganingizdan keyin 1 yil ichida magistraturaga kirsangiz qabul qilinadi. Ikkinchi yil ham men Navoiy olganman
2 yil oldin mana shu bilan mani qabul qil desangiz ularga yo'q deydi, уже buni srok o'tib ketgan deydi, muddat o'tib ketgan deydi. Prezident stipendiyasi bo'ladigan bo'lsa, siz bakalavrni tugatganingizdan keyin 2 yil davomida amal qiladi. Deylik, siz bakalavrni 2025-yilda tugatdingiz va 2026-yilda o'qishga topshirmadingiz va 2027-yilda siz agar o'qishga topshiradigan bo'lsangiz, prezident stipendiyasi bilan sizning hujjatlaringiz qabul qilinib, o'sha kvotadan tashqari ravishda davlat granti asosida magistraturaga o'qishga qabul qilinasiz. Xo'p, keling endi anaqa davlat maxsus stipendiyalarga o'tadigan bo'lsak. Just a second. Xo'p. Buni ham qisqacha aytib o'taman. Maxsus stipendiyalar, ya'ni bu nima? Yurtboshimiz tomonidan adashmasam 2008-yildamidi yo 2012-yildamidi Adiblar xiyoboni bor. Toshkent shahrida, bilasizmi? Toshkent shahridagi Adiblar xiyobonidagi barcha haykallar uchun maxsus stipendiyalar tayinlangan. Masalan, Zulfiya nomidagi maxsus stipendiya bor, yoki Hamid Olimjon nomidagi maxsus stipendiya, Alexander Feinberg nomidagi maxsus stipendiyalar Toshkent shahridagi oliy ta'lim muassasalariga stipendiya tarzida berilgan. Mana shu stipendiya tarzida berilgan holatda aynan O'zbekiston davlat jahon tillari universitetiga Alexander Feinberg nomidagi maxsus stipendiya tushgan. Boshqa universitetlarda ham siz ma'naviy ishlar bo'yicha bo'lim bor universitetingizda. Ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha bo'lim. O'sha bo'limga borgan holda, agar siz ta'lim olayotgan muassasa Toshkent shahrida bo'lsa, o'sha bo'limga borgan holda ulardan so'rang. Mana shunaqa narsa bor ekan, bizda qaysi stipendiya, biz qanday topshirishimiz kerak deb ulardan yo'nalish so'rang. Bu stipendiya juda ham yaxshi. Nimaga? Agar sizda 3 yoki 4 baho bo'ladigan bo'lsa ham topshira olasiz. Prezident stipendiyasiga bo'lsa, sizda bittagina 4 baho bo'lsa ham topshira olmaysiz. Uni asosiy talabi barcha fanlaringiz 5 bo'lishi kerak. U mutaxassis fan bo'ladimi, mutaxassis fan bo'lmaydimi, hammasi 5 ga yopilgan bo'lishi kerak. Feinberg stipendiyasi bo'lsa, baholar uncha ham ahamiyatli emas. Ahamiyatli qachonki siz bilan birga topshirayotgan raqibingizda hammasi 5 bo'lib, sizda bitta 3 bo'lib turadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan narigi raqibingiz olishi mumkin. Xo'p, buni asosiy maqsadi mana shu berilgan adiblarni xotirasini umumlashtirish, mana shularni hayotini, ijodini talabalarga kengroq targ'ib qilish uchun. Bu yerda sizga ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa aynan mana shu joyda. Ya'ni Alexander Feinberg hayotini, o'sha sizga berilgan adib hayotini, ijodini o'rganish, faoliyatini yoritish, ilmiy tadqiqot qilish, ya'ni maqolalar, tezislar yozish va aynan shu bo'yicha adabiy targ'ibot qilish. Bu fakultetingiz bo'yicha, guruhingizda yoki universitet bo'yicha targ'ibot ishlarini qilishingiz va hozir eng zo'ri ijtimoiy social mediada, ya'ni Instagram, Telegram, ijtimoiy tarmoqlarda aynan mana shu adib hayoti va ijodini targ'ib qilsangiz, masalan YouTube'da Feinberg haqida qanaqadir video chiqarsangiz yoki Telegramda kanal ochib, mana shuni hayoti va ijodini targ'ib qilib borsangiz, bu juda ham plyusga ishlaydi sizga. Ya'ni targ'ibot ishlarida juda ham faol bo'lgan degan narsaga katta yordam beradi. Xo'p, bunda hech qanaqa test bo'lmaydi. Shunchaki o'sha ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha bo'limga hujjatlaringizni topshirasiz. Ular ko'rib chiqishadi. Mart oylarida ochiladi. Adashmasam, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti mart oyida ochiladi va o'sha maygacha olgan yoki olmaganligingiz aniq bo'lib, bir o'quv yili davomida sizga bu stipendiya ham to'lanadi. Bu stipendiyani magistraturaga hech qanday imkoniyatlari yo'q. Shunchaki maxsus stipendiya talabalarni yanada rag'batlantirish va adabiyotni ko'proq targ'ib qilish maqsadida qilingan stipendiya. Xo'p, menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Keling endi maqolalar haqida gaplashaylik. Ekran ko'rinyapti. Good. Maqola nima o'zi? Demak, maqola sizni muayyan mavzu bo'yicha qilgan ilmiy ishingiz. U bo'lishi mumkin informatsion yoki shunchaki badiiy matn. Uni maqsadi shu siz o'rganayotgan soha bo'yicha tadqiqot olib borish va o'sha tadqiqot natijalarini keng ommaga targ'ib qilish.
U qanaqa tuzilishi bor? Ya'ni sarlavha, kirish, asosiy va xulosa qism. Turli xil talablari bor. Bu ko'proq jurnallarni talablaridan kelib chiqqan holatda farq qilishi mumkin. Lekin xalqaro va ko'p jurnallar, juda ham ko'p jurnallar tan oladigan talab, ya'ni bu IMRAT. Ya'ni introduction, kirish qismi, method, usullar, result, natijalar, analysis, analizlar va discussion, ya'ni muhokama. Xo'p, o'zim maqola nimaga kerak? Boyagi stipendiyalar uchun eng asosiy rolda va o'sha sizni o'z sohangizni yanada chuqurroq izlanishingiz uchun. Xo'p, maqola ko'proq jurnallarda chiqariladi. Ya'ni u 3 va undan ortiq betdan iborat bo'ladi. 3 betdan yoki eng ko'p maqola 70-60 betgacha ham bo'lishi mumkin. Tezis ham bor bizda. U tezis ko'proq konferensiya materiallarida chiqariladi, jurnallarda emas, va uni hajmi nisbatan kichikroq. Maksimum 3 betgacha bo'lishi mumkin. 3-4 betgacha bo'lishi mumkin. Xo'p, maqolani yozishingiz uchun sizga juda ham asosiy narsa ko'proq maqola o'qish. Masalan, o'zim birinchi maqolamni yozganim 2022-yilda edi. Birinchi maqolamni yozishdan oldin qariyb 25 tacha maqolalarni, aynan o'zim yaxshi ko'rgan sohada 25 tacha undan ko'proq maqolalarni o'qib ko'rganman. Ularning strukturasini o'rganib, qanaqa yoziladi, nima qilinadi. Ko'p holatlarda sizga ilmiy rahbar beriladi. Ya'ni kafedres tomonidan yoki dekanat tomonidan ilmiy rahbar beriladi va ular o'rgatadi nima qilishni deydi. Lekin aslini olganda ular siz bilan juda ham ko'p ishlashmaydi. Hatto magistraturada ham yoki o'sha bakalavrda ham juda ham ko'p ishlashmaydi. Ularni vaqtlari nisbatan kamroq va shuning uchun o'zingiz o'rganganingiz yaxshiroq. Hozir sizda YouTube bor, Google, ChatGPT, maqolalarni o'zini o'rganishingiz mumkin. O'shalarni maqolalardan o'qib o'rgansangiz ham sizga foydaliroq bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda yana bitta masala bor, ya'ni maqolani qanday nashr qilish. Hozir ko'rsangiz, anaqalar maqola chiqarib beraman senga degan odamlar juda ham ko'p. Lekin ularni anaqa filtr qilib olishimiz kerak. Mana bu ekran ko'rinayotgan bo'lsa, agar sizda ana ilmiy izlanuvchi, maqola nashr qilish degan millionta kanallar bor, millionta guruhlar bor. Bularning asosiy narsasi hozir biznes bo'lib ketgan. Ya'ni sizni pulingizni oladi, maqolani hech kim tanimaydigan jurnalda chiqarib beradi, bo'ldi. Lekin hozir sizga o'sha filtr qanaqa qilish kerakligini bitta ko'rsatib bersam, deylik, o'zi aslida O'zbekistonda tan olinadigan hamda juda ham yuqori reytingda bo'ladigan OAK jurnallari bor. OAK deb ataladigan jurnallar bor. Ularni ham ro'yxatini sizga mana shu kanalga tashlab qo'yaman. Filologiya masalalari jurnali o'sha jahon tillarida chiqadi, OAK bazasida indekslangan eng yuqori darajadagi jurnallardan hisoblanadi. Xo'p, mana shu maqolani yozish uchun qarang qancha ketgan. 24-yil iyulda qabul qilingan bu va 24-yil 23-sentyabrda chiqqan. Lekin mana u qabul qilinishgacha ham yanvarda boshlangan ishda. Maqola o'zi yanvarda yozib tugatilib bo'lingan, bularga berilgan yanvarda va nimaga bu OAK yuqori, unga ko'pchilik chiqarmaydi deymiz? Ular har bitta nuqta virguligacha tekshiradi maqolani. Mana masalan bu qatorda deylik, mana tutuq belgisini o'zi bunaqa pastga qaragan bo'lishi kerak. Mana o'da tepaga qaragan bo'lishi kerak-ku. Mana shulargacha nuqta virguligacha har bitta so'zini bittama-bitta tekshiradi OAK bazalarida. Shuning uchun juda ham qiyin. Xo'p, keling, mana shuni o'zim ko'rib chiqaylik. Bu qismda yozuvchi, ya'ni autor haqida ma'lumotlar mavzu. Keyin annotatsiya qismi bo'ladi maqolada. Annotatsiya qismi aynan butun maqola, deylik, mana shu maqolani o'zi 18 bet. 18 betli maqola aynan nima haqida ekanligini qisqacha mazmuni. Buni juda ham muhim qism bu har bir maqolada, chunki sizni maqolangizni o'qimoqchi bo'lgan odam butun hamma joyni o'qib chiqmaydi-yu, bitta shu qismi orqali o'ziga keraklimi bu maqola yo'qmiligini aniqlab oladi.
Xo'p, undan keyin keywords, ya'ni kalit so'zlar. O'sha maqolangizni Google'da search qilganda yoki Google Scholar degan baza bor. O'sha bazada search qilganda mana shu so'zlar bilan search qilsa agar, ya'ni qidirsa, sizning maqolangiz kelib chiqishi mumkin. Introduction qismi, ya'ni kirish qismi. Bu yerda nega mana shu mavzu tanlangan yoki shu mavzuni dolzarbligi masalalar haqida bo'ladi, hamda literature review, ya'ni adabiyotlar haqida, ya'ni aynan shu mavzuga doirroq mavzularda oldingi yozilgan adabiyotlar, oldingi yozilgan artikellardan nima o'rgandingiz va uni sizni maqolangizga bog'liqligi qanday? Shu mavzularda yoziladi introduction qismi. Method bo'lsa, maqola o'zi tajriba asosida yoziladi yoki qanaqadir kuzatuv asosida yoki yozilgan maqolaga review, tahlil yoki tanqid shaklida yozilishi mumkin. Ko'p holatlarda bo'lsa biror bir study yoki research qilinadi, tadqiqot qilinadi va bu maqolada ham o'sha tadqiqot qilingan va method qismida o'sha tadqiqot haqida, research haqida yozasiz. U qanaqa olib borilgan, qancha muddat davomida, qanaqa o'zi edi, uni maqsadi. Undan keyin esa results and discussion, ya'ni natijalar va discussion. Bu yerda o'sha natijalari, siz tepada yozgan metodlar qanaqa yordam berdi, nima natijalar bo'ldi, ular yaxshimidi o'zi, shunaqa narsa haqida yoziladi va oxirida conclusion, xulosa. Umuman olganda, qanaqa metodlar ishlatdingiz, ular qanday natija berdi, kelajakda ularni qanaqa foydalanish mumkin yoki nima unaqa limitationlar bo'ldi, nima kamchiliklar bo'ldi sizni ishingizda degan narsalar haqida aynan conclusionda yozasiz. Bu yerda reference, aynan butun maqola davomida kimlarning adabiyotlaridan, kimlarning ishlaridan foydalangan bo'lsangiz, aynan reference qismida yozishingiz kerak. Reference qismini ham jurnallarning o'zlarining talabi bor. Keling, sizga yana bitta o'sha eng mashhur bo'lgan Google Scholar'ni ko'rib chiqamiz. Google Scholar. Bu yerda deyarli butun dunyoda olimlarni, yozuvchilarni chiqqan hamma maqolalarni topsangiz bo'ladi. Shunchaki deylik, menda abbreviations haqida kerak ekan, abbreviation deb search bersam, hamma yozilgan maqolalar kelib chiqadi mana shu yerda. Google'dan ko'ra bu ishonchliroq hamda tezroq bitadi ishingiz. Google'ga kirib abbreviations deb search qilib, article deb qilganingizcha bu yerda yaxshiroq. Bu yerga kirib shunchaki ro'yxatdan o'tib qo'yasiz va kerakli bo'lgan barcha maqolalaringizni mana shu yerdan topsangiz bo'ladi. Xo'p, shular, adashmasam, maqolalarni ko'rmoqchi edik. Maqolalar saytlarini ko'rmoqchi edik siz bilan. Delik, mana shu yerda naqalar bor ekan. Jurnallar haqida deyarli hamma ma'lumotlar, hamma jurnallar bor. Endi ularni qanday tekshirasiz? Qani fake jurnallar, ya'ni yolg'on jurnallar qanaqa bo'ladi yoki asl jurnallar qanday bo'ladi? Hammasini shu yerdan kirishsiz bo'ladi. Xo'p, sizlarga Telegramda search qilsangiz, qidirsangiz maqolalar yoki jurnallar deb juda ham ko'plab guruhlar kelib chiqadi. U guruhlarning hammasiga ishonishingiz kerak emas. Keyin mana yerda yozgan so'zlari ham xato bo'lishi mumkin. Shunchaki reklama, diqqatni tortish, sizdan ko'proq pul olish maqsadida yozilgan jurnal ham bo'lishi mumkin. Bularni siz aldanib qolmasligingiz uchun mana u o'zini sayti bo'ladi. O'shanga kirib ko'rishingiz kerak. Mana bunga kirsangiz, jurnal haqida hamma ma'lumotlar berilgan bo'ladi. Butunlay hamma ma'lumotlar berilgan bo'ladi. Keyin bu jurnalni yana ko'rishingiz uchun uni eng oxirgi anaqasini ko'ring. Qachon chiqqan? Oxirgi nashri qachon bo'lgan? Deylik, mana View Journal desangiz, jurnalni ko'rishingiz bo'ladi. Va mana bularni o'qib chiqing. Siz berayotgan maqola shu jurnalga tegishlimi? Ta'lim haqidagi maqolangizni deylik, agriculture, tabiat yoki ekologiya haqidagi jurnalga berib yubormang. Jurnallarga siz berayotgan maqolalar ham ahamiyatli bo'ladi. Buni sayt qiladigan maqolari ko'rinmayapti nimagadir. Bundan ko'raylikchi. Yes. Mana oxirgi anaqalarida qachon chiqqan ekan bu? 6-noyabrda chiqqan ekan, oxirgisi 2025-yil 6-noyabrda. Demak, yaxshiroq, ya'ni yaqinroq chiqqan.
Keyin mana bu jurnallarda, mana bu bazalarda indekslanar ekan. Google Scholar'da. Ya'ni biz hozirgi ko'rgan bazada indekslanar ekan. Va e'tibor bering, mana bu ham International Measurement of Journal Quality. Mana bu baza ham yaxshi. Ya'ni ishonsa bo'ladigan. Google Scholar ham, mana bu baza ham ishonsa bo'ladigan bazalardan hisoblanadi. Ya'ni OAK dan ko'ra bu ham arzonroq, ham yaxshiroq, ishonsangiz bo'ladi. Keyin e'tibor bersangiz, mana bu yerda maqolani sizga xalqaro jurnal degani, mana bu yerda maqolangiz yuqori impact faktorli xalqaro jurnallarda chop eting degan. Lekin mana bu yerda maqola topshirgan, oldingi nashrlarda maqola topshirgan odamlarni ko'rsangiz, xullas o'zbeklar. Shuning uchun siz mana shunaqa tekshirib ko'ring. Ular rostdan aldamayaptimi, rostdan u xalqaromi degan narsalarni saytlardan ko'rib chiqing. Agar mana jurnali mana bu yerda oxirgi chiqqan nashrida 2025 emas, o'sha 2023, 2022 turgan bo'lsa, u jurnal allaqachon o'chib bo'lgan. Sizga taklif qilayotgan odam bo'lsa, siz aldayapti, pulingiz olmoqchi faqat. Shu holat bo'lishi mumkin. Mana shularni hammasini oldini olish uchun sizga tavsiya berardim ko'proq OAKlarni o'zida chiqarishni. Ya'ni mana bu yerda yozilgan OAK deb yozilgan. Ko'p talabalar bunga anaqa qopqonga tushadi-yu, bu OAK ekan, bo'ldi, meni maqolam OAKda chiqdi deydi. Lekin bundoq qarasangiz, OAK indekslangan. Ya'ni mana shu OAK bazasi tan oladigan boshqa bazalar indekslagan. Mana bu yerda ko'rganimizdek Google Scholar bo'lishi mumkin yoki mana International Measure of Journal Quality bu baza ham indekslab qo'ygan bu jurnal, lekin OAKni o'zi emas. Agar OAK bo'lganda edi, mana bu yerda yozilgan bo'lar edi. Xo'p. Yes, menimcha shu bugun ko'rishimiz kerak bo'lgan hamma narsalar. Sizga kattakon rahmat, shunchalik vaqt ajratib, bizga shunchalik ma'lumot berganingiz uchun. Kelajakdagi ishlaringizga omad. Taklif qilganingiz uchun. Hamma qatnashganlarga ham rahmat kattakon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.